Sohibjon Boboyev. Birinchi variant, 5-masala. 10 litrli idishda 1,3 mol 1 ga 3 mol nisbatda olingan neon va geliydan iborat gazlar aralashmasi -23 gradus haroratda 283 kilopaskal bosim hosil qildi. Aralashmaning massasini aniqlang debdi. Demak, 10 litrli idish 3 ga 1 nisbatda olingan neon va geliydan iborat. Demak, aralashmani moli, ya'ni hajmi 10 litr. Mollari esa demak 1 ga 3 nisbatda. Ya'ni 1 ga 3. Hop, buni 1x deyman, mana buni demak 3x deyman. Hop, 4x barobar 10 bo'ladigan bo'lsa, x'im necha chiqadi? Hop, 1 butun demak 10 ni 2 ga bo'ladi, 4 ga bo'lganimda 2,5 bo'ladi. 2,5. Shunda bu 2,5 litr bo'lgan bo'lsa, bunisi esa 7,5 bo'ladi. Gazlar aralashmaning massasini aniqlang. Yaxshi. Mendeleyev Lepron tenglamasiga qo'yib ko'ramiz endi bu yog'ini. PV hop barobar nRT ga qo'ysak. Hop, bu yoqdan bunga qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni molni topib olib, keyin alohida massasiga ko'paytirib qo'yaman-da. Bu joydan n ni topishimiz kerak. N ni topadigan bo'lsam, R bilan T pastga tushadi, P bilan V tepada qoladi. Xo'sh, demak, bosim 83. Hajm demak, har bittasi uchun alohida olamiz. Neon uchun demak 2,5 litr desam, 2,5 litr va 8,3 R. Hop, 273 dan 23 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, 250 qoladi. Hisoblaydigan bo'lsak, demak 83 2,5 ga ko'paytiradigan bo'lib 8,3 ga. Demak, buni moli 0,1 mol bo'lgan. 0,1 ni demak neonni massasiga 20 ga ko'paytiradigan bo'lsam 2 gram bo'ladi. Va geliy uchun ham molni topamiz. Xuddi shu formula. Bosim demak 83. Hajm esa 7,5. Hop, 83 ga 250. Hisoblab topadigan bo'lsak, 83 bilan mana bu qaraydigan bo'lsak, o'zi nima bo'lib turibdi? Qisqaradigan bo'lib turibdi. Demak, men bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsam, hop, 1 ga 10 nisbatda turibdi-da. Keyin 10 ga ko'paytiradigan bo'lsam 75 taqsim 250. 25 bilan 75 ham qisqaradi. 25 ga bo'ladigan bo'lsam, bunga 3 tadan, bunga 1 tadan bo'ladi. Demak, tepada 3, pastda 10 qoldi degani, bu 0,3 mol degani. 0,3 ni demak 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam, geliyning massasiga 1,2 gram. Aralashmaning massasini aniqlang deganda, ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, 3,2 gram gazlarning massasi bo'lar ekan. 3,2 ozgina bo'yalib ketdi. 3,2. Bizda to'g'ri javob C bo'ladi.